Assalomu alaykum hammaga. Bugungi Stella Kids'dan nimalar olganimni ko'rsatmoqchiman. Narxi bilan. O'sha paketdan ochib bo'ldim. Shunaqangi chiroyli chimni siniy dvoychka oldim. 5 yoshga o'g'lim uchun. Buni narxi 209 ming. Dvoyka. Kачествоsi juda ham zo'r. Shunaqangi ishtonchalari bilan qisachalari bor. Juda ham chiroyli. Manjetikda. Buni o'g'limga oldim. 5 yosh. Bizda yangi mehmon keladi. Shunaqangi kombinezoncha oldim. Juda ham chiroyli. Buni 89 mingga oldim. Razmeri 0 oylikdan 3 oylikgacha, tug'ilgandan 3 oylikgacha to'g'ri keladi. Har xil qilib razmer oldim. Shunaqangi dvoychkadan ham oldim. Buni hammasini xo'jayinim o'zlari tanlab oldilar. Shunaqangi ishtonchasi bilan manjetikda HB. Buni narxi 9980 mingga oldik. Shunaqangi chiroyli dvoychka. Keyin mana shunaqangi bu troykacha. Buni hammasini xo'jayinim o'zlari tanlab oldilar. Yangi mehmonga. Yaxshi niyat qilib olib qo'yapmiz. Shunaqangi abadokchka. Mana shunaqangi ko'ylakchasi va ishtonchasi. Buni narxi 140 ming. Troyka. Stella Kids'da shunaqangi Pinterest troychkalar bor. Mana bu esa Kinder. Material qanaqa bo'ladi? Onlayn magazinda zakaz qilsak deb o'ylagandik. Mana Stella Kids'da bor ekan. Shunaqangi dvoychka shapkachasi bilan kombinezoncha. Buni narxi 80 ming. Har xil qilib razmerni oldik. Keyin o'g'limga shunaqangi krossovkacha oldim. Juda ham chiroyli. Bu skidkada ekan 65 mingga shunaqangi chiroyli krossovka oldim. Unga esa onlayn magazindan shunaqangi ko'ylak lozim zakaz qildim. Juda ham chiroyli. Buni narxi 270 ming. Dostavka qilishdi. Juda ham chiroyli. Shunaqangi rezinchkada. Mana shularni отделкачalar bilan juda ham chiroyli qilishgan. Buni 270 mingga oldim.